Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Mana Shohsaroy to'yxonamizga eshiklarni qo'yib berdik. Eshik emas, bu darvoza bo'ldi. İkinci etajda ham akvayda, pastda ham akvayda olib tashladilar. Mana bunday qilib berdik. Matoviy bo'ldi. O'rtada juda katta betoni bor edi, uni ham o'rniga mana qo'shlardan qo'yib, yopib chiroyli qilib berdik. Shishalari ham kalyonni bo'ldi buni. Menimcha o'zimizda Navoiyda bo'lmasa kerak. Birinchisi bo'ldi bu. Manipulyatorlar bilan bazzo'rg'a qilib oldik. Yettiyu necha santimetr bo'ldi. Ochilib yopilishlari. Yoqqan bo'lsa bitta like, hurmatli mijozlar. E'tibor uchun rahmat.